Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 10. Mana bugun Ostonaning muhosiraga ilinganiga hafta bo'ldi. Aqsu'dagi jangda qattiq yengilib, lashkarlarining tangdan to'lisidan ayrilib qolgan Sultan Yo'lbosxon shu qochqinicha udul Ostonaga kelib to'xtadi-da, Ostonaning barliq darvoza qovuqlarini mahkam taqab, orada yasovularidan boshqa lashkarlarning hammasini har qaysi darvoza qovuq sepilariga o'rlashtirib, jangga chiqmay yetib oldi. Aqsu'dagi tunji jangda 5 mingdan ortiq lashkarining Mirza Babaqbekka agishib, İsmoil xonga el bo'lib ketganligining soviqini esida mahkam tutgan Yo'lbosxon yana shundoq osiylikning yuz berishining oldini olish uchun xon lashkarlari bilan Hidoyatullo Eshonning so'pi lashkarlarini xuddi bug'doy bilan guruchni o'rlashtirgandek o'rlashtirib, sarkarlarga qaytadan taqsimlab bergan edi. Ve lashkarlar orasiga nurg'unlagan uqbiya payloqchilarni o'rlashtirgan edi. Shu sababdan lashkarlar bir-biriga ishonmay, o'zaro gumon qilishib, birlik inoqlik buzilib o'tadi. Ostonaning amirlik divonida qaytadan o'tirgan Hidoyatullo Eshonmi Ostonani isoqiyachi murtadlardan xoli qilish uchun cho'ng tozlash ep berib, nurg'unlagan fuqarolarni tutib hapsiga oldi. Şunun bilan shahar aholisining vahimasi texmi kuchayib ketdi. Yo'lbosxon Aqsu'ga lashkar tortib, uzoq o'tmay Ostonaga qarashliq O'rdamliq degani Yakan noyisi tavasidagi yeza deydi. Gildang va Bashkent. Yakan noyisining hozirgi Bashkent bozori va uning atrofi deydi. Ve Bashkent qatorliq yurtlardagi davati ishqiya, taqibi isoqiya targ'iboti bilan bag'ansiri zulm tortayotgan bir qism yurt xalqi Xo'ja Eshonlarga qarshi qo'zg'olon ko'targan bo'lib, bu qo'zg'olonning ta'siri tezdan kengayib, Qo'g'liq, Poskam, Guma qatorliq yurtlardagi xalqmi qo'zg'algan edi. Bu Yo'lbosxon uchun yana bir cho'ng tahdid paydo qilgan edi. İki otning orasida qolgan Yo'lbosxon texmi talvilishib ketgan edi. Kichkina bir ish ditiga yoqmasa, ko'ziga chiliqqanligi odamni o'limga buyurdi. Qo'rqib, as-hushini yo'qotgan Hidoyatullo Eshon bo'lsa, zindonlarining odamlar bilan to'lib ketgani bilan hisoblashmay, g'ojirlarcha odam tutatdi, uratdi, so'laydi. Ular yo shahar xalqiga, yo lashkarlariga, sarkar va amirlariga ishonmaydi. Şəhər sırtida İsmoil xonning sarkarlarining jangi ündab chog'an daqi-dumbaqlari to'xtamay gümbirlaydi. Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon iniga kirib choshqandek o'rniga mahkam bekinib olgan edi. Bugun Qo'zi Chush mahalda Ostona sepilining Qalg'at darvozasi tarafidan anglangan hayvatlik bir gümbirlash butkul shaharni titratdi. Bu partlash sadosidan qattiq cho'chigan shahar xalqi ya uyda turishni, ya sirtqa qochib chiqishni bilolmay qaytibli qilishdi. Orada beg'idagi lalazor ravaqda sharob ichib, ichpushqini chiqirayotgan Yo'lbosxon liqqida sharob to'ldirgan oltin qadahni og'ziga apag'inicha turibli qoldi. Yov lashkarlari hozirli bostirib keldigandek dahshatlik bir vahimadan vujudini so'g'uq titrak bosdi. Yüreki qepidan chiqib ketgudak bo'lib do'kirladi. Usul o'ynayotgan raqqos qizlar churuq rashqinicha bir yerga g'ushmaklashib oldi. Nag'ma qilishdan allaqachon to'xtagan sozandilar yana chalaymi, chanmaymi degandek qilib yer tegidan Yo'lbosxonga qo'rqimsirab qarashdi. Orada qiziqchisining davomliq hijiyibli turadigan ko'z chiroyida kulkidan asarmi qolmagan edi. Nemish bo'pti, tez berib xabar ep kel. Bir ozdan keyin esi kelgan Yo'lbosxon vahimini yo'shirish uchun sozandilariga sat go'layganicha til soldi. Sozandilar udul kelgan bir padiga nag'ma boshladi. Bir cho'gin choy qaynimichilik orliqda orada Yasovul begi Hidoyatullo Eshon bilan birga qaytib keldi. Hech ish yo'q, xon oliylari, dedi Hidoyatullo Eshon Yo'lbosxonning o'msa chiroyiga
qaramaslikqa tirishib. Ol asi murtatlar yer ostidan laxmi ko'lab kelib, sepilni portlatmoqchi bo'lgan ekan. Ha, qandoq bo'ldi, hazratim? Dedi Yo'lbosxon taqozoligini yo'shirmay. Sepil mustahkam bo'lg'ashqa hech qanday zarar yetmadi. Xotirjam bo'lsizlar, xon hazratim. Har qancha qismi ular sepilni hargiz portlatolmaydi. Sepilning mudofaasi kuchaytirilsin. Qilchilik, bexotlik qilishga bo'lmaydi. Dedi Yo'lbosxon boyatim beri. O'zi bilan ulfatishib, sharob ichib berib atgan Amir Kabir xo'ja jarrohga. Ularning sepilni portlatishni planlig'iga qaraganda cho'qim oziq-tulik tugab oldirab qilayotgan gap. Bizmi mushundaq jangga chiqmay jimli turib oldigan bo'lsak, ya'ni 10-15 kunda o'zligidan chekinadi. Ari, dedi xo'ja jarroh. Xotirjam bo'lsizlar, qiblagohim. Biz sizlarni mustahkam qo'g'dab, ul osiylarning bir lashkarini sepilning tubiga yaqin yo'latmaymiz. Lashkarlarga bo'lgan ko'z quloq kuchaytirilgay. Ularni soqiyachi qora musulmonlarning ozdirib ketishidan qattiq ehtiyot qilgaymiz. Xotirjam bo'lsizlar, xon oliylari, dedi Hidoyatulloh ishon va'da berib. Yalg'iz lashkarlarga emas, sarkarda amirlarga ko'z quloq bo'lib, so'z harakatlarini taqib qilib turadigan ishonchlik qupiyalarimiz bor. Ularning ko'zdan soqiyachi murtatlarning bir tal chivinimi qechib qutlanmaydi. Birer yutum ussuzluq ichib olamlar, buzrukvarim, dedi xilla xotirjam bo'lib qolgan Yo'lbosxon Hidoyatulloh ishonga qarab. Hidoyatulloh ishon takallufsizlar Yo'lbosxonning tuvan tarafidan o'rin oldida qoshtishi jomdagi muzdek sharobni kola suv ichgandek pushuldab turib biraqli ichibatdi. Shu asnoda Lalazor ravaqda Hidoyatulloh ishonning xalifasi Mo'lla Naqi o'ngsili o'shgan holda paypaslab yetib keldi-da, Hidoyatulloh ishonni bir yoqqa sharatlab qulqiga tez-tez pichirladi. Mo'lla Naqining gapini to'liq anglab bo'lgan Hidoyatulloh ishon darhol Yo'lbosxonning qishiga keldi. Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay, xufiyalarimiz boyala Asi İsmail xon bilan xat aloqada bo'lgan bir qism sotqun lashkarlarni bayqabdi. Qayada, kimlar ekan u? So'rdi İsmail xon cho'chib. Qalg'at darvozasini qo'g'dayotgan xon lashkarlari ekan. Ularning lashkar beshi sarkarda Mirza Avazbagmu gumonliqda qiladi. Darhol Qalg'at darvozasiga borayli, dedi Yo'lbosxon g'azab bilan o'rnidan turib. 11. Ostonni muasirga olgandan beri bir necha qitim shiddatli hujum qilib, sepil tomlarini portlatibmi, natijaga erishamagan İsmail xon bilan Mirza Babaqbagning ostonni irishga ko'z yetmay beshi qatdi. Shahar sepili egiz ham mustahkam. Mudofaasi to'liq qattiq bo'lganligi uchun bir qancha qitim hujum qilib baqqan bo'lsa-mu, sepil ustiga o'q-dora, yog'och toshlar dövilab, puxta mudofaada turgan Yo'lbosxon lashkarlari ularning hujumini chekindirib turdi. Ular har qitimlik hujumda birer 200 dan lashkarning jinni bikodan bikoga selib berdi. Ammo sepilning ustiga faqatli chiqmadi. Birdan bir chora ish-teshidan moslashish, dedi Mirza Babaqbag lashkari kengashda. Buningdan boshqa amalimiz qolmadi. Ishkiridan bizga kim moslashib bera? Dedi İsmail xon eg'ir uhsinib. Oziq-tulik, yem xashak tugay deb qoldi. Ko'p bo'lganda yana 10 kun bardoshlik bera olishimiz mumkin. Yoki muasirni bika qilib, oqsuvi qaytib turib, puxta tayyorlik qilib olib, kuzcha qaytib kelamdiq ya. Shunda qilsak, nurg'un ajrimiz bika ketmamdi oliylari, dedi Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh ishon ko'z oldidagi tayyor o'ljini tashlab ketkusi kelmagan yirtqich hayvonga o'xshash tit bo'lib.
lashkarlarning oziq-tuliki qolmagan bo'lsa, atrofdagi har qaysi yurt beglardan begliklardan olayli. Qani, kim bizning buyuk suluki soqiya g'azotchilarimizga oziq-tulik bermaslikka petina olaydi ekan? Mana birer mingcha lashkar bersizlar. 3 kun ichida lashkarlarimizga yana birer oy yetgudak oziq-tulik tepib kelay. El ra'iyatning mo kuni qoq, dedi Mirza Babaqbek ishonning maslahatiga qo'shilmay. Ular ertiyozning seriq talchiliqidan amdili qutulib, aran tasda urukka ulashdi. Etizlaridagi bug'doylarining pishishiga yana birer oycha vaqt bor. Ularga zulm silib, bir vaqtlikqa tapsa, bir vaqtlikqa yo'q turgan ozg'in luqmasini tatib oldigan bo'lsak, avamni narozi qilib qo'yamiz. Har qaysi yurtlarda yo'l bosqaniga qarshi qo'zg'algan avamning va ularning yo'l boshlig'uvchilarining ishonchisidan ayrilib qolamiz. Bizdanmi ko'ngli sovib ketadi. Avam degan ko'rinishda to'limi savrlik, intayin yavash ko'ringani bilan savr qachisi to'lib qo'zg'alganda hech nima tankilanmaydi. İskender Zulqarnayndak qudratimiz bo'lsimi beka. Shunlashqa avamni narozi qildigan ishni zinhor qilmagan tuzuk. Әмісі қандақ қаған түзік Janobi Әмірул Өміра, dedi Xo'ja Abdulla Eshon terikib. Qo'limizga kirayildab qolgan ostanni tashlab ketamdiq әмді. Faqat bo'lmaganda shundaqmi qilmay chora yo'q, dedi Mirza Babaqbek xotirjamlik bilan. Bir tadbir o'ylab qo'ydim. Unimining qandaq bo'lganligiga toza ishonchim yo'q. Shundaq bo'lsa-mu yetib qolguncha etib qol deb bir sinab ko'rayli. Qani, tezrak ustoz, dedi. Qani, tezrak ustoz, dedi Malika Muhtaram xonim aldirab. Hozirla ostondagi ra'iyatningmi, lashkarlarningmi yo'l bosqaniga bo'lgan ishonchi sustlashdi. Biz ularga hozirgi vaziyatni obdan bildirib, foyda ziyinni tushundirib, maktub tayyorlaydi-da, bu maktublarni ya o'qiga yo'gab, sepil ustidagi lashkarlarga qartib ataydi. Xatni ko'rgan sarkarda lashkarlarning orasidan biz bilan moslashadiganlar chiqib qolar. Bu bo'ladigan tadbir ekan, dedi Malika Muhtaram xonim. Mayli, sinab ko'rib boqayli, dedi Ismoilxon. Әмсә bu maktublarni Ostona sepilining har qaysi qo'voqlaridagi lashkarlarga va shahardagi avomga yetkazib berishni sarkarda Malika Muhtaram xonimning o'qiyotchi marganlari ustiga olsin. Bosh ustiga, dedi Malika Muhtaram xonim. Xotirjam bo'lsizlar, maktublarni o'qiyotchi marganlarim ko'zlagan nishonga to'liq yetkazib beralaydi. 12. Yo'l bosgan Ostona sepilining Oltin darvozasi, Qashqar darvozasi, Xonqa darvozasi, Qolg'at darvozasi va Masxara darvozasidan iborat 5 darvozaning har biriga birdan sarkardini lashkar beshi, 2dan sarkardini o'rin bosar qilib, 3000 dan lashkar bilan mahkam saqlayotdi. Her qaysi darvozani qo'g'dayotgan sarkarlarning zimmisida qo'voqning ikki tarafidagi sepillarni qo'g'dash doirasimi bor edi. Bugun Qolg'at darvozasini saqlayotgan sarkarda Mirza Avazbekning lashkarlari sirtdan tuyuqsiz uchib kelib, sepilning qo'qtisiga sanchilib qolgan ya o'qini ko'rib, o'qqa yo'g'ilib ustidan qizil sho'yni bilan chegilgan xatga ko'zi tushdi-da, o'qni edib xatni o'qishga boshladi. Assalomu alaykum. Ostonadagi muhtaram ra'iyat, bahodir sarkarda lashkarlar. Bizlar kim Yakan Saidiya saltanatining haqiqiy taxt varisi Sultan Ismoilxon va uning bahodir sarkarda lashkarlaridan yetib ma'lum bo'lganki, buyuk xonliqimizning ashaddiy osisi
ota qotili, taxt o'g'risi, Şahzadə Yolbasxan və onun suxançı, riyakar gumpangçılarının məhşər günü yıqılışıb qaldı. Allah egəm buyursa, pat yaqında ular bilan özlərinin keçirgüsüz günahları üçün avam aldıda cavab qıldı və tegishlik cazasını tatıdı. Amma bu işlar oddiy avam, lashkarlar və bir qism vijdonliq xonliqimizga sadoqatman sarkarda amirlar bilan munosabatsizdir. Shunlashqa sizlar ushbu maktubni topshirib olgandan keyin osiylarga yon tayoq bo'lmay, qo'linglardagi ajal shamchiringlarni tashlab, xonliqimizda tinish, osoyishlikning tezroq asliga kelishi uchun biz bilan hamkorlashqaysizlar. Töhfə ko'rsatkuchilar tatqinib e'tiborlanadi. Bola chaqa jaddi jamiyati xonliqning shafoatiga erishidi. Jahillik qilguvchilarning oqibati o'ziga. Sizlarning yomon yo'ldan yenib, tezroq bir qarorga kelib, bizga javob qaytarishinglarni kutamiz. Alloh taolo sizlardan rahmatini o'yimg'ay. İsmailxon sultondan deb bilursizlar. Xatni o'qib lashkarlar g'ulg'ulga tushdi. Shahar bosug'isi tubiga bostirib kelgan, kuchlik yovga tang kelamayotganligini bilib yetgan lashkarlar allaqachon ishonchisini yo'qotgan edi. Xat ularning irodasini texmi bak tavirtib etgan edi. Ul murtatlarning xatini menga beringlar, dedi ularning orsidagi bir so'pi lashkar. Uni darhol Qutbul Aqtab pir buzrukimiz Hidoyatulloh Ishon hazratlariga topshiramiz. Yo'q, avval sarkarda avaz bakka topshiramiz, dedi bir qism lashkarlar. Xatni Ishon pirimizga topshirmaslik sarkardining ixtiyori. Senlar murtad saqiyatchi tunguzlarga yon besishyapsizlar. Sen lashkari yo'sinni bilmaydi ekansan. Lashkar degan o'z sarkardasiga sadoqatman bo'lishi, lashkari yo'sindan chiqib ketmasligi, lashkari ishlarga munosabatlik bundoq ishlardan eng avval o'z sarkardasini xabardor qilish kerak. Bulardan xatni tatib edishga ko'z yetmagan Hidoyatulloh Ishonning so'pi payloqchisi ahvolni darhol otarmini xalifa Molla Naqiga yetkazgan. Molla Naqi bo'lsa, Udul Hidoyatulloh Ishonning qishiga yugurgan edi. Sultan Yolbasxon Hidoyatulloh Ishon qatorliq hamrohlarini agashtirib, o'rnidan chiqqanicha Qolg'at darvozasiga yetib kelganda, sarkarda Mirza Avazbek yeliq xatni o'qib o'tiradi. "Qani, ul osiylarning maktubi", dedi Yolbasxon Avazbekka g'azab bilan ho'mib. "Xat mana xon oliylari", dedi sarkarda Avazbek Yolbasxonga xatni ikki qo'llab tutib. Yolbasxon xatga chalipula ko'z yugurtida yiliqi paydoqchi so'pi lashkarlardan so'radi. "Murtatlar bilan til biriktirib, xat aloqa qilishgan osiy lashkarlar qaysi?" Paydoqchi so'pi lashkar bir chatda qarab turgan 50 ga yaqin lashkarni ko'rsatdi. "Ashular shu on hazratim. Kelinglar, bu munofiqlarning kollasini ilib, har qaysi qovuqlarga opirib sazoyi qilinglar. Xonga osiylik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligini boshqalar ko'rib qo'ysin. Rahim qag'aylar xon oliylari", dedi sarkarda Avazbek darhol Yolbasxonning oldiga kelib, qo'l bog'lab turib, "Lashkarlarda gunoh yo'qdir." "Ularning gunohi yo'qmikan tehi?" dedi Xo'ja Hidoyatulloh Ishon tishlarini g'uchiritib. "Ular gunohsiz bo'lsa, nemish xatni yo'shirmoqchi bo'ladi?" "Ular yo'shirgan emas, Ishon pirim", dedi Mirza Avazbek ochiqidan gadanlariga qizirib. "Xatni avval menga topshirib bermoqchi bo'lgan. Har qanday ahvol ko'rilsa, eng avval o'z sarkardasiga ma'lum qilish aqalli lashkari yo'sindir. Sizlar lashkari yo'sinni pash qilib, to'la gap yo'rg'ilatmasizlar", dedi Hidoyatulloh Ishon chichangshib. "Har holda janoblarining ul osiylar bilan tillari bir emasdir, sarkarda Avazbek. Uvol qilmag'aylar Ishon pirim. Birovga tuhmat qilish islomiy shariatda eng og'ir gunohdir.
Ondaqda bu xatni qandaq tushundirsiz, sarkarda? Ondaqda bu xatni qandaq tushundirsiz, sarkarda? Dedi Yo'lbosxon ko'zlarini chekchaytib. Xatni Muborak nazarlardan qayta o'tkazgaylar. Xon olilari, bu xat qandaqdir birovlarning shaxsiy nomiga yozilmagan. Tinibonmoqchimisiz, sarkarda? Tinibonmoqchimisiz, sarkarda? Dedi Yo'lbosxon tishlarini kirishtirib. Qo'l ostingizdagi lashkarlarga yaxshi ko'z quloq bo'lmaganligingiz uchun sizmi jazodan qochib qutulolmaysiz. Kelinglar. Dedi Yo'lbosxon agashtirib kelgan 500 nafar xos yasovulga qarab. Avu asilarning qallasini tinidan judo qilinglar. Sarkarda Avazbek lashkarlariga ko'z quloq bo'lib, yaxshi boshqarmaganligi uchun 50 dara urilsin. Bu Talvixonga yilnishning har qanday unumi bo'lmaydiganligini sezgan Sarkarda Avazbek lavlarini mahkam tishliginicha ko'zlarini yumib oldi. Yasovullar lashkarlarning bizga uval bo'ldi, xon olilari rahim qilsizlar deb noli faryod qilishlariga parvomi qilmasdan naq maydonda tizlandirib kallasini oldi. Sarkarda Avazbekning ko'zlaridan taramlab tushgan yosh yorishimli quyilgan qop-qora soqollarini yuvdi. Yasovullar 50 ga yaqin begunoh lashkarning kallasini ilib bo'lgandan keyin Sarkarda Avazbekni sanab turib dardiga bosdi. Avazbek dumbisiga taraslab tushayotgan dardi azobiga bardoshlik berib, vaqirab tashlamaslik uchun lavlarini tishlab qonitib olgan edi. 16 darra urilayotganda ahvoldan xabar tepib, otliq yetib kelgan oltin darvozasini muhofazat qiluvchi lashkarlarning sarkardasi Mirza Haydar Do'g'lati otdan sakrab tushdi-da, Sulton Yo'lbosxonning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Sarkarda Avazbekni apu qilg'aylar olilari. Yo'lbosxon qapqini turib, ta'tir qarab turib oldi. Sarkarda Mirza Haydar Do'g'lati xondan yana o'tindi. Yov lashkarlari bo'sug'imiz tubida turibdi. Mushunda xatarlik paytda xon olilari Sarkarda lashkarlarning gunohini keng qo'saqliq bilan kechirim qilib, mehr shafqatlarini namoyon qilsalar, Sarkarda lashkarlarning jasorati haslab ishib, olilarining cheksiz mehr shafqatidan suyungan bo'ladi. Navoda anchikim gunoh uchun Sarkarda lashkarlarning diliga azor bersizlar, azor berilsa, ularning ko'ngli suvib ketadi-da, yov bilan ilishqimi ro'yi bo'lmaydi. Yov bilan ilishgan taqdirdimi xon olilari uchun bahodirlik ko'rsatilmaydi. Hozir do'stlarning dilini ranjitadigan emas, balki ag'yorlarimizga zarba beradigan payt. Xon olilari arzimas sarkarlarining iltimosini o'ylashib ko'rgaylar. Mirza Haydar Do'g'latining o'rinliq so'zlari Yo'lbosxonga ta'sirini ko'rsatdi-da, Sarkarda Mirza Avazbekning dumbisiga 28-darra tushayotganda zuvonga keldi. Bo'pti, Sarkarda Mirza Haydar Do'g'latining yuzini qilay. Jazo to'xtatilsin. Buningdan keyin yana mushundaq ishlar yuz bersa, qat'iy yuz xotir qilmayman. Qovuq sepillarning muhofazati kuchaytirilsin. Bexastalik qiluvchilarning kallasi ilinadi. Yo'lbosxon gapini tugatibla mahramlarini boshlab Qalg'at darvosidan ayrildi.